Kuy bilan kirganmish odamzodga jon deb bejizga aytmaganlar. Mana shunday xalq qo'shiqlarida xalqning yuragi yotadi. Bu qaynar buloq iste'dodlar esa mana shunday yangidan yangi chiqishlar bilan bizni quvontirishda davom etishadi. Endi Dehqonobodliklar bilan davom etsak. Albatta, tanishtirib o'taman. Dehqonobod tumanidagi 5-sonli bolalar musiqa va san'ati maktabining o'qituvchisi Safiya Shabanova hamda ularning ajoyib o'quvchilari Sadoqat Boborahmatova hamda Ahmadqulov javohirlar tashrif buyurishgan. Xush kelibsiz deymiz. Qizimizning ijrolarida go'zal bir raqsni tomosha qilamiz. Oldin bir ustozlardan salomlarni eshitsak. Salomlashib olamiz. Dehqonobodda bayram kayfiyati qanday opa? Assalomu alaykum. Barchangizni bayram kayfiyati tark etmasin. O'zbekiston Respublikasining barcha bolalarini bugungi bayram bilan tabriklayman. Iqtidorli o'quvchilarimiz bilan tashrif buyurganmiz. Bularni eshitasizlar degan umiddamiz. Iqtidorli o'quvchilarimiz juda ko'p tog'zona bo'lganimiz bilan endi yo'l uzoqligi tog'larni inobatga olib, ikkita o'quvchi bilan kelganmiz, baho berasizlar. Ey yashang. Kelgusi efirlarimizda ko'plab ana shunday shogirdlaringizni olib kelsangiz bo'ladi. Rahmat aytamiz. Sadoqatxonni shundoq turishlaridan qarab, qaysi raqsni ijro qiladilar deb o'ylab Bu yoqqa kelasiz. O'zlaridan so'ray qolaylik buni. Sadoqat bizga qaysi raqsni tayyorlab kelgansiz? Xorazmcha lazgi ekan. Lazgi kuyi boshqacha, o'ynar 70 yoshgacha. Oyoqlar u boshgacha o'ynatadi Sadoqatxon. Tayyormisiz? Unday bo'lsa, ketdik azizlar, birga raqsga tushamiz. Ilohidan bir kuy bor, sadolari boshqacha, dillarga xush yoquvchi, navolari boshqacha. Bu lazgidir dastlarime oyna, lazgiga oyna.
Rahmat. Ofarin, yashang deymiz. Albatta, Marhamat. Lazgiga o'ynamagan Joyingizga yurak o'tirib olasiz, yo'q. Sadoqatxon. Va albatta bu chiroyli qo'shiq uchun biz Sadoqatxonga minnatdorchilik bildiramiz.